dori darmonni balansini o'pib ketdilar. Yil mobaynida mashincha amofos soldim, mashinchalik kaliy soldim deyiladi-yu, yoki natija rasxod ko'payib ketsa, balkim ziyoniga ishlab qolar. Bor, uni ham normativlari bor. O'sha normativlarni sabzavotga ham aytib bersangiz o'shalarni. Aytamiz. Xo'p, Adham akam yana savol beryaptilar. Yana o'sha avvalgi paytlari bo'yicha, Adham aka, avvallari karbamid berardik, selitra berardik, amofos berardik, qizil kaliy berardik. Zo'r bo'laverardi do'st. Endi savol nima savol? Nima hozirgi oziqalar bilan nima qanaqa dedingiz? Nima dedingiz? Hozirgi kunda ozuqalarda turi ko'paydi. Xo'p, Turi ko'paydi. Xo'p, shuni aralashtirib mix qilishlar yana jarayon ko'paydi. Lekin mikroelement degan narsa u paytda umuman yo'q edi. Ha, shular bilan bo'ldi. Lekin meni o'zimni fikrimda o'shandagi hosildorlik bilan, o'shandagi sifat bilan hozirginiki ichim chiqmadi-yu. sizga qanaqa tushuntirib berishgan edi o'zi? Farqini, avvalgi oziqa bilan hozirgi oziqani. Misol sifat yo'nalishi edi. Ha, farqini ochiq-oydin biror kishi bir tushuntirib berganini to'shni eslay olmayman-u. Lekin o'zimni gumonimda bu hammasi biznesga qadalibdimikin degan. Ha, yo'q. Nima bilan taqqoslab berishdi aka sizga? Buni nima bilan? Avtomobil bilan. U yoki sovetskiy qadimgi avtomobillar, o'sha paytda Dev Rosamodi bo'lgan shu. Hozir endi Kia piyalar qichayib ketdi-ku endi. Azot masalasi bo'yicha Adham akam bilan gap ketib qoldi. Azot yo'nalishi bo'yicha shunaqa dedilar. Avvallari karbamid berardik, selitra berardik, qizil kaliy ko'mardik. O'shalarni berardik, amofos. Shu bilan ham zo'r bo'lardi. Dedilar. Endi hozirgi oziqalar bilan nima farqi bor? O'sha azot haqida gap ketyapti. Azot bo'yicha azotni 5 xil turi bor, men aytaman, 5 xil turi bor. Bittasi mana amofosdagi azot, ammoniyniy azot, karbamiddagi azot, amidniy azot, selitradagi ammiachniy azot va nitratniy azot, nitratniy azot. 5-sini hozir topasizlar. Biz aytamizki, Adham aka o'simlik azotni nitratniy formada qabul qiladi. Qanaqa o'simlik bo'lishidan qat'iy nazar nitratniy formada oladi. Nima ham azot, karbamid ham azot. Faqat amidniy formasi. Amofosda ham azot bor. Faqat ammoniyniy formasi juda ham kech oladi o'simlik o'ziga. Selitraniki ammiachniy ancha yaqin, lekin issiqxonada qish kunlarida ammiak hisobiga teplisi dimlangan forchkalar ochmayotgan paytda beramiz. Forchka ochuv paytida bersangiz bo'ladi. Tez nitratga aylanib, o'simlik tezroq qabul qiladi. Eng osoni nitrat. Kalsiy nitratdagi nitrat, azot tez oladi o'simlik. Kaliy nitratdagi nitrat, bu ham azot, o'simlik tez oladi. Xo'p, magniy nitratdagi nitrat, bu ham azot, o'simlik sirasi qabul qiladi. Gidroponchiklar asosan o'sha azot formasida nitratning formasini ishlatadi. Siz aytdingiz-ku, birinchi kombi mix qilib bergan, nimani qo'shib bergan dedingiz-ku, nima edi o'sha? O'shanda kalsiy nitrat, magniy, kaliy nitrat. Unga o'sha ozgina monofosfati bor edi. Mikroelement bilan temiri bor edi. U paytgacha qo'shmagansizlar. Yo'q. Birinchi marta o'sha aytdim-ku, aytganimda, o'sha bilan ishlab ko'rganman, haqiqatda natija olganman. Unda mana yara, bara deb-ku bular o'zi. Yara, buyski, chuyski, bilaman o'zimizni. Chuyski. Chuyski deb o'zimizni agrogrimni mana savmesini Toshkentniki o'shani ishlatganman. Ha, mashallah. Shu bilan ham o'sha haqiqatda natija olganmiz. O'sha aluminiyni naviydi, o'sha sifati zo'r, hamma talash bo'lib qolgan. Hatto o'sha birinchi ikkinchi yarisda aytdim-ku, gibrid pomidori Farg'onaga terminalga o'zi qidirib keladigan odam bor edi. Ha, mashallah. Kelib ochga olib ketardi. Mashallah. Bunga uzoq vaqt bo'lgani yo'q, mana 7 yil, 8 yillik davrdagi gapni aytyapman. Kompleks qilib berishda misol azot, o'sha nitratning formasi, fosfor, amofosdagi fosfordan misol mapdagi monoammoniy fosfatdagi fosfor yaxshiroq yoki bo'lmasa mana fosfat kaliydagi fosfor yaxshiroq. Kaliyni qisqasi kombinatsiya qilish, MPK qilib berish, MPK qilib berish bitta berganda, ya'ni 3 ta elementni, katta elementlarni birdan bera olyapsiz o'simlikka. Ham azot, ham fosfor, ham kaliy. Xo'p, endi ketdi. Bu yog'iga mana sulfatlar. Ya'ni o'sha oltin gugurt, serani qo'shib berish jarayonlari va undan keyin magniy meza elementni qo'shib berish, kalsiy meza elementi bir-biriga hammasini o'sha qo'shib berish jarayonlari. Undan tashqari mikroelementlar, temir, manganiz, sink, molibden, mis. Avval ishlatmagansizlar bular. Ha, endi keyinchalik o'sha nitratlardan nima qilaman? Sulfatlar umuman ishlatilmasdi. Ammo sulfat o'zini ishlatamiz. Endi keyinchalik o'sha kaliy sulfat bilan magniy sulfat chiqdi. Ikkita nitratni orasida bir marta sulfat berishgan ekan. Ana. U yana bitta bir agronom keldi. Haliga uni ham bir retseptida o'sha nimaga kelishga yaqin, ko'chat yetilishga yaqin, o'shalik atgan nitratlarimga o'sha sulfatni ham qo'shib yuboribdi.
Biz-ku endi nima deydi, yozgi ekinda yo o'z bahoricha pishishga kelgan paytda rosa suvga tanqislik paytiga kelib ketgan bo'ladi. Bugun nitratlarni bersa, ertasiga bitta quruq suv bersa, indiniga sulfatlarni bersa, indiniga bitta quruq suv bersa, men o'zimning fikrimda ma'qulroq variantda o'shanda berib ketayman. Hali bir kun hammasini bitta berib, nitrat bilan sulfatni o'sha oldin kimdir o'rgatganda qo'shma deganim uchun qo'shmayman. Lekin keyingi odamlar yana bitta ikkita odamga qo'shsa bo'lardi. Maşallah. Nimamga 300 gram yetilishga yaqin qanchadir 500-400 gramdan kaliy sulfat bilan 200-300 gramdan magniy sulfatni qo'shib yuboradi. Nitrat bilan sulfatlarni qo'shilmaslik masalasi bo'yicha Rasikol sporniy masalalar bo'lgan. Men mavzu qilganman, bir emas 3-4 ta. YouTube'da ham aynan shu bo'yicha emas, ko'p mavzularimni ichida gapirib ketganman. Qanaqa holatda nitrat bilan sulfatni qo'sha olamiz, qanaqa holatda qo'sha olmaymiz. O'sha suvni obyomi, machitniy rastvor, rabochiy rastvor bular to'g'risida men mavzu qilganman. O'shaning uchun bu sporniy narsa emas. Qo'shsa bo'ladi. Qo'shilmaydigan holati ham bor, qo'shiladigan holati ham bor. Bu albatta suvni obyomiga qarab. Qisqasi nitratlar bo'yicha ketib, yana sal mavzuyimiz cho'zilibroq ketib qoldi. Atqam akam bilan azotni bittasi qolib ketdi. U azotda endi hamma o'simliklar ham yeyolmaydi. O'sha azotni sizlar kommentariyada yozib qo'yinglar. To'rttasini etdik, bittasini etmadik. Lekin ayrim o'simliklar u azotni ham olib qabul qila oladi. Alloh barakalarini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 5 ta sanamadingizmi? 4 ta sanadim. Qaysi biri qolib ketdi? Qani aytingchisiz? Machemini selitri. Amofosdagini aytdingiz. Xo'p, ishda. Ammoniy sulfat aytdingizmi? Ya, nitratnisini aytdim. 4 ta bo'ldi. Qaysi biri qoldi? Aytmagan. Kaliydagi qoldimi? Ya. Endi uni kommentariyada yozsana, yana bitta azot bor lekin aka. Siz bilan biz ko'rmaydigan azot bor. Havodagimi? Yasha. Endi buni qo'yamizmi, qo'ymaymizmi, nima qilamiz endi aka buni? Qo'ymay tursangiz, bir kun keyin qo'yardi aslida. Qo'yib yuboramiz. Baribir sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Xolis suhbat bo'ldi. Rejalashtirilmagan, sahnalashtirilmagan, avvaldan bir ssenariy yozib, qilmagan. Shunchaki gaplashib ketyapti, kamerani yoqib yubordim, Atqam aka olib ketdik. Shunaqa gaplar. O'shaning uchun video ham sal cho'zilib qoldi. Alloh barakalarini bersin. Assalomu alaykum.